Natijada patolog o'rnatiladigan joyga qaysi holatda ekanini qo'yib ketish kerak. Buni juda ko'pchilik telefon qilib so'rayotganligi uchun biz buni video qilib ko'rsatib bermoqchimiz. Bundan oldin siz Vodiy Natijada kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz hozir bu joyda bitta kartondan o'zimizni bitirib beryapmiz. Kimgadir atrofiga bitta kartondan endi qilish kerak bo'lsa ham uni bitirib berishimiz mumkin. Yoki tashqaridan imkoniyatlar bo'lsa ham bemalol bizga aloqa chiqishingiz mumkin. Kimdir bitta kartonni qilib yoki endekni qilib shu holatlarga keltirib chiroyli chaqirsa, alohida kelib natijani bilan tortib ketishimiz mumkin. Hozir bu joyga natijani patolog tortamiz. Bu joyimiz 12 sm ga moslaganmiz. Patolog qo'yganligiga 9 sm holat keladi. Chunki natijada patolog bageti 3 sm. Shuning uchun bu ekan tikkalab qatirganmiz. Patimiz 30 sm. Osmon 28 ga osganmiz. Bu reka bilan 30 sm bo'ladi. Buni 2 sm bu yoqqa o'stirib qatirganmiz. Va bu holati ekan amishni baquvvat holatda bo'lyapti. Siz natijada patolog qo'yiladigan joyga rekani qaysi holatda qo'yib ketgan bo'lardingiz? Buni albatta kommentariyaga yozib keting va buni tanishlariga jo'natib qo'yishingizni chiqmasin.